Keling, bozordagi eng keng tarqalgan teskari o'zgarish naqshlaridan birini ko'rib chiqaylik. Bular sotish uchun sotib olish va sotish uchun sotib olish. Aslida, bular manipulyativ tuzilmalar bo'lib, pastki vaqt oraliqlaridagi yozuvlarning aksariyati aynan ular orqali sodir bo'ladi. Sodda qilib aytganda, sotish uchun sotish va sotish uchun sotish bir xil buyurtma bloklari. Faqatgina farq miqyosda. Yuqori vaqt oraligida siz buyurtma blokini ko'rasiz. Pastki vaqt oraligida esa uning manipulyatsiya shaklida amalga oshirilishini ko'rasiz. Agar to'xtash juda katta bo'lsa, kirish butun modeldan yoki uning diapazonining 50% dan mumkin. Bundan tashqari, ko'pincha modelning o'zida qo'shimcha buyurtma bloki hosil bo'ladi. Undan kirish nuqtasini ham ko'rib chiqish mumkin. Keling, haqiqiy jadvalga o'tamiz. Bizda narxning kelishini kutadigan yuqoriroq vaqt oraligidagi qiziqish zonasi mavjud. Narx poyini sinovdan o'tkazadi va sotib olishdan sotish formatida teskari yo'nalishni hosil qiladi. Bu yerga biz butun modeldan yoki uning o'rtasidan kirishimiz mumkin. Shuningdek, strukturaning ichida buyurtma bloki mavjud bo'lib, u yana bir kirish imkoniyatini taqdim etadi. Biz bu fikrning qanday qilib ishonchli ishlashini ko'ramiz. Shu kabi sxema bo'yicha savdo qilish uchun albatta obuna bo'ling.